Hammaga assalomu alaykum. Men Risolat Fattoyeva insonlarni asl ovozini topishga yordam beraman. Ularni qo'rquv, hayajon, ishonchsizlik va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishga yordam beraman. Ko'pchilikdan keladigan savol: meni hayajon bosadi. Hayajon bosganda taylanib borgan narsamni ham ustozimga aytib berishdan uyalaman. Lutchi gapirmaslikni tanlayman, lekin mehnat qilib o'sha darsga taylanib borgan bo'laman. Doskaga chiqishimdan oldin, doskaga chiqishimga ozgincha qolgan momentda yuragim dukullab ketadi, qaltirab, oyoq-qo'lim qaltiraydi, hayajon bosadi, hayajonim kuchayib ketadi, nima qilsam bo'ladi degan savollarni ko'p menga berishadi. Kelinglar, oldin sizlarga o'zim haqimda ozgina ma'lumot beraman. Meni asl kasbim bu logopedlik yo'nalishi bo'yicha o'qiyman va shu bo'yicha dars beraman va yoshi kattalarga qo'rquv, hayajon, ishonchsizlik bo'yicha va o'zidagi bo'lgan, o'zini anglolmagan insonlarga anglashga yordam beraman. Ovozi orqali ovozdagi ishonchni uyg'otib. Endi agarda siz doskaga chiqib yo bo'lmasa boshqalarni oldida o'zingizni fikringizni aytadigan vaqt kelganda sizni hayajon bosayotgan bo'lsa, demak siz nima qilsangiz bo'ladi, nima sizga yordam beradi? Hech qanaqa qilib nafas olib chiqarish sizni hayajoningizni bosib qo'ymaydi. Baribir hayajonlanganingizdan ovozingiz pasayib, yo'qolib ketasiz o'sha doskani ichida qizarib. O'sha doskaga chiqqanda qizarib. Hozir bu videoni montaj qilmasdan shunday qo'yaman. Chunki menda hali nimadir professional darajada montaj qilib beradigan unaqa mobilograf, SMMchiklarim yo'q. Men o'zim Kelinglar, endi shu hayajon o'ta kuchli bosgan mahalda siz nima qilsangiz bo'ladi? Birinchi navbatda sizni qiladigan ishingiz o'zingizga o'zingiz dalda berish. Ya'ni men shunaqangi moment bo'lardi, hayajonlanganimda даже ismimni ham aytolmasdim duduqlanib. O'sha mahalda o'zimga qanaqa dalda berishni o'rgandim. Risolat, o'zingni bos. Risolat, hayajonlanma. Men bu gaplarni o'zimga aytardim. Ular ham senga o'xshagan odam. Sen xato qilib qo'ysang, hech kim seni joningni olib qo'ymaydi, o'ldirib qo'ymaydi, derdim. Va nimaga sen o'tdagi odamlardan hayajonlanishing kerak? Что nima aytbeding, yirtiqmi, qiyshiqmisan, xunukmisan yo bo'lmasa urodmisan? Yo'q, unaqa emas. Demak, seni bu odamlarning oldida hayajonlanishing ham kerak emas degan ishonchni berardim o'zimga. Va men bu pitillab turgan, men bu duk urib turgan yuragimga aytardim, o'zingni bos. Hayajonlanma, o'zingni bos deb. Qisqasi, hayajonni yengishni asosiy yo'li o'zini psixologik tarzda gapirib, o'ziga dalda berish. Ya'ni men bu qo'rqoq, men bu ichki balansingizni tinchlantirishingiz kerak. To'g'ri, nafas olish ham yordam beradi, lekin u sizga hayajonni yo'qotib qo'ymaydi. Hayajonni yo'qotish yo'li siz faqat o'zingizni ishonchi baland insondek ko'rsatishingiz kerak. Ishonchi baland insonlar doskaga chiqqanda qanaqa turadi? Bunday yelkalari kerilgan ularni, qo'llarini mamnaqa qilib turmaydi, mamnaqa hayajonlanganda mamnaqa buklab qo'ymaydi. Ularning qo'llari ham kerili joyda turadi. Yo bo'lmasa qo'llarini ishlatib gapiradi. Ili bo'lmasa ovozi doskaga chiqqanda pasayib yo'qolib ketmaydi. Ular ovozni baland qilib yetkazib beradi. Demak, sizda ham xuddi shunday bo'lish kerak. Doskaga chiqqanda ishonchi baland insonning rolini o'ynang. Bu ikkinchi usul mana, ishonchi baland insonni. Xo'p. Men hammaga o'zimni ishonchi balanddek ko'rsatishim kerak degan signalni miyaga bering va u tanaga buyruq beradi. Ishonchi baland insonlar qaddi ko'tarilgan, ovozi baland va hech kimga ahamiyat bermasdan tayyorlab kelgan mavzusini yetkazib beradi deb. Agarda shu gaplarim bilan qisqa bo'lsa ham sizlarga yordam bera olgan bo'lsam, meni YouTube kanalimga qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lib qo'yishlarini so'rayman. Sababi men endi chiqqan yosh logopedman. Va sizlardan shuni so'rab qolgan bo'lardimki, hayajoningiz ko'pmi, uni boshqarishga harakat qilinglar. O'limdan boshqa hamma narsani iloji bor. Siz doskaga chiqqanda noto'g'ri yoki g'alati gapirib qo'ysangiz, hech kim sizni o'ldirib qo'ymaydi. Shu sababdan bemalol
yelkangizni bo'sh qo'yib, o'zingizni qistamasdan erkin gapirishga odatlaning. Mabodo agar bu tavsiyalarimdan keyin ham haliyam hayajoningizni, qo'rquvingizni yo'qotishga qiynalayotgan bo'lsangiz, u holda pastda raqamlarimni yozib qoldiraman. Bemalol men bilan bog'lanib, что hayajoningizni yo'qotishingizga yordam berishim mumkin. Hammaga sog'-salomat bo'linglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar va albatta kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar.